Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Azbek Play. Bugun bitta o'yin topib oldim. Internet Cafe Simulator nomi. Vali birinchi marta o'ynayapman. Avval o'ynab ko'rmaganman. Hozir o'ynab gameplay qilib ko'ramiz. Videoni boshlashdan oldin menga like va obuna bo'lishni unutmang. Ikkinchi qismini ham profilimda topishingiz mumkin. Hop, bir de startda bosamiz. Nima deyapti? Bu yerda nom kiritish kerak ekan. Nomga nima qilamiz? Nomga K L O V M I Z. Bo'l, yaxshi. Ketgan, start bosayotgan. Bu o'yinni men avval Fiza tog'ida ko'rganman. U o'ynaganini lekin ko'rmaganman, ammo YouTube'da menda chiqqan. O'zim shu o'yinni gameplay qilishga urinib ko'ryapman. Nima deyapti bu? Welcome to Internet Cafe Simulator 6. You can eat food level. You can follow the scene of the screen to reach the workplace. Tushundim. Ovqat yeyishing mumkin deyapti, uxlashing mumkin deyapti. Menimcha, hop, men bu yotoqxona ekan. Bu qanday rasm? Men bo'lsam kerakda endi. Yaxshi. Buni endi qanday ushlaydi menimcha? Nuqtaga to'g'rilasa kerak. Hech narsani ushlab bo'lmayapti. Yaman bo'lar ekan. Digital radio clock. Buni ushlagan buni hech narsa qilmayapti. Doim chiqish qayda? Chiqaylik, inoq degan chiqish. Ketdik o'g'la. Hop, bu nima? Bu tualet ekanmi? Yo'q. Hech narsasi yo'q lekin. Balkon bu. Bu ishxona ekan. Ishxona, ko'rmasasiz bu gitara. Yaxshi. Bu nima ekan endi? Давайте. Давай, голубцы deydi-yu. Hech narsani ushlab bo'lmaydi-ku. Notebook'im bor ekan lekin yaxshi. Lekin uni ham ishlatib bo'lmaydi. Bu nima ekan? Bu televizor ko'radigan joymi? Men qornim chiqyapti lekin choy ichib olishim kerak. Qaydan choy ichaman lekin? Qayerga chiqaman? Chiqish topdim. Shu yerda ham hech narsa qilib bo'lmas ekan. Qahvani ichaman. Qahva ham yo'q unda. Mana bu yoqda ekan oshxona. Topdim. Bunda lekin hech narsani ushlab bo'lmayapti. Pichoq. Choynak, tarelka. Buni qanday oz? Hech narsani ushlab bo'lmayapti bunda. Mana. Oldingi mas'ul lekin misxonani ochamiz. Hech nima yo'q bunda. Buni ochamiz. Mana. Etin narsa bor ekan, non bor ekan, konserva, polishka. Ana narsa nima edi? Pizzami ekan. Bu neyimiz? Bo'ldi, qorin to'ydi dash, pashti. Davay, golubцы. Ketdik, bo'ldi menimcha. Mashinasini ushlab qo'ymaydi. Endi menimcha ishlaydigan joylarni ko'rsatib qo'ygandir. Lokatsiya qilib qo'yibdi-ku. Qanday chiqamiz endi? Nima bo'ldi? Eshik orqasiga o'tib qolibman.
Aman chiqish shu ekan. Endi hozir eshikni yopamiz. Bas o'tishsam kerak-da endi. Endi do'ngni chiqib qolmasam kerak ishga. Chiqamiz. Qayoqda ekan? Bu yoqdan chiqamizmi? Lekin lakasi eng yaxshi. Shu yoqda bosayotgan. Chiq. U apalar bor ekan, men bukmagan endi. Bu sotuvchi ekan bu konserva bo'lishgan. Холодильникda ham bor ekan endi. Mana olsam bo'larkan qornim o'shagan payt. Yaxshi. Endi apalar, akalar bor ekan, o'g'illar bor ekan. Mana meniki. Kelaveramiz. Bu qo'yadigan narsa ekan. Hey. Halkash yashaganmi bu yerda? Bu ne jurmaydi? Bu bloklangan zona ekan. Bunga kirsa bo'ladi. Bunga kirib bo'ladigan. Men endi kompyuterxona shu xonada ochaman-da. Bularni qanday tozalayman endi? To'ldirdim ya. Mana buni toza bo'larmikan? Bo'ladigan. Tozala. Xonani obodonchiligiga qilaylik. Chang. Avval bu pissaxona bo'lganmi? Tushunmadim. Tamom. Pissani idishi. Tozalay. Ne uchun narsa bor? Keng sistem tozalab qo'yamiz. Xuddi bittasini ishlab qo'ygandek. Hop, davay galopsi. Tozala yaxshi. Tozala. Oho. Nima uchun masofga hali bitta xonani tozalab qo'ymadim. Ana, bular nima ekan? Poster ekan. Yaxshi. Posterni ilsa kerak-da endi. Davayt galopsi. Tozalaymiz. Yaxshi. Tozala. Yuradi bu. Yaxshi, xonani obodonchiligiga qarash kerak. Hamma tomon sigaret boshqa narsa. Mol yashagan ekan, kim yashagan bo'lsa ham. Davayt. Albular shunaqangi gullab esnattiraman. Men ularni bo'yayman deb o'ylab. Eng birinchi tozalab olaylik-da. Yaxshi. Grafika yaxshi, chidasa bo'ladi. Buni shu yerga tashlaymiz. Yaxshi. Endi nima qilishim kerak men? Bu yerda shopni bossam kerak-da, chunki sotib olishim kerak. Nima qilishim kerak hozir men? Birinchi buni ilaylik. Bu qo'yish ekan. Qayerga qo'yamiz buni? Tashqariga qo'yamiz. Конечно. Qo'yib bo'lmas ekan bu yerga. Men shu yerga qo'yamiz. Yaxshi joy. Opa. Yaxshi. Eshikni yop. Yopilmadi, bosmadi. Oshxona bor ekan, bu ham lekin yopiq ekan. Men yerda ham masofka bor ekan. Ashtatdi. Bu qanday o'ynaydi to'g'ri? Bu hamma joy masofka ketyapti-ku. Kompyuter yaxshi. Bular nima ekan? Buni shu yerga qo'yib turaylik-da. Ko'ramizda. Xo'p, eshikni yop. Yopiq ekan-ku. Xo'p. Sayib olagan nima reklama. Bo'g'i kelmadi. Bu nima ekan? Ushla. Tang, urishga yaxshi ekan-da. Buni
Tasha. O kompüter ishlatayotgan. O yaxshi, start computer. Yaxshi. Telefonda kompüter boshqaryapman. Hozircha yaxshi. Bu o'yinmi? Nima bu? Hammasi o'yinmi bunda? F-Play, Amazon. Okey, ishchi. Ishchi sotib olsam bo'larkan menimcha. Degan nima bo'ldi? Hozir birinchi uni sotib olishim kerak-ku. Hozir sotib olishni ko'rgandim men. Hozir. Mana shu yerga qo'yaman-da hozir meni kompyuterxona. Birinchi shu yerdan ochaman. Bitta shopni bosamiz. Qanaqalar? Bu pul sotib olish ekan. Haqiqiy pulga sotib olish ekan. Boya kompyuterdan ochar ekanmiz-da. Kompyuterdagilar hammasi lekin menga o'yinga o'xshar lekin. Davay. Xo'p, buni qaysini bosamiz? Ovqat ekan. Hot dog, Coke, Viter, shokolad, enerji. Ulardan sotib olamiz. Keyinroq sotib olamiz. Hozir birinchi o'rinda biz kompyuterga yurishimiz kerak. Bu nima? Bu kazino bu. O'g'li bu kazino ekan. Kazino sotib olsam bo'larkan. Tashqariga qo'yib qo'ysam. Hozir mana biz kompyuterga yuraylik. Mana bu yerda keys bor ekan. Keyslarni Xo'p. Qaysi olamiz? Yaxshi foydalanishga chotki kompyuterga kirish kerak. Undan tushgan pulga kimyoni kuchaytirib borish kerak o'g'li. Qaysini olamiz? Xo'p. Kazinolarda ham olsammikan yo? Kazinoda pul ishlasammikan? Qo'yingizda. Mishka, klaviatura hammasi bor ekan bu yerda. Notebook ham bor ekan. Yaxshi. Bu kreslo. O'tirgich ekan bu, o'tirgich. Yaxshi qimmatida olamiz bularni ham. Qani olishga o'ylaylik, bayda bo'lsa kerak-da endi. Xo'p, bayda bosaylikchi. Menimcha sotib oldim. Pulim kelmaydi chunki. Endi bu yerda naushnikda ham yaxshilardan sotib olish kerak. Endi qaysidan sotib olamiz? Yaxshiroq dungdaysi ham. Mana shuni sotib qo'yaylik. Bu qizlarga ekan necha tomondaysiz? Klaviaturani ham chotkisidan sotib olamiz endi o'g'li endi pastkisidan. Yaxshi. Mishkani qaysidan? Qimmatidan olaverdik, qimmat yaxshiroqda. Garantiyasi bo'lsa kerak-da qimmatini. Notebook o'zini sotadigan, taxlangan holatda. Yaxshi, olsa bo'ladi uni ham. Hop, ekran olishimiz kerak, monitor. Yaxshiroqdan olish kerak. Hop. Qaysidan olamiz? Hop. Stol bu qanday? Nimada o'ynash kerakligi? Nimaga ustiga qo'yish? Hozir o'zim stol olaman. Uni boyagi xonaga qo'yaman. Hop, nima bu? Televizor. Televizorlar ham sotadigan. Yaxshi. O'yinmi bu? Bu o'yin ekan menimcha o'g'li. O'yin ekan bu. O'yin sotib olar ekan. Hammasi $99 ekan. 2 ta olamiz, 3 ta olamiz. Bo'ladi bizga. Ketib qani endi.